Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, biz ishqibozlari, biznes boshlamaydigan aka-ukalarimiz. Xo'p, kim nima biznes qilaman deb o'ylanib turgan holatda 2026-yil yilimizga Yazavlog istamal bizneslarimiz, ya'niki g'ishtlarni ishlab chiqarish. Bugun Qashqadaryo Yakkabog' tumaniga o'rnatgan kelganmiz, xudo xolasa, Sobitjon akamizga. Akamiz Koreyada turib zakasiga plus 998-9370-54584 plus 998-9375-06363 plus 998917616464. Shunday. Ishlab bitta chiqarib ko'rdik. Yaxshi. Xudo xolasa yoqdimi aka? Yoqdi. Ishlarimizdan mamnunsiz. Shunday. Kamchilik joyi yo'q. Yo'q, kamchilik yo'q. Birta nuqsoni kamchiligi bo'lsa-ku, bemalol allaqayga chiqaverasiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bartaraf qilib chiqaryapsizlar. Ishlarga omad, charchamayman. 2026-23 yanvarda Xudo xolasa qo'l avtomat 10 ta qolgan liniyamiz o'rnatib ishga tushirib tayyor qildik. Xudo xolasa bu yerda mana 2 tonnalik shablon bo'chkasi, nasoslari, tentlari hamma birgalikda bo'ladi. Hozir nasoslarni yig'ishtirib olib qo'yilgan, ko'rib holatda bo'ladi. Bu yoqda mana mishalkamiz. 380 ga bemalol ishlaydigan mishalkalarimiz bor holata. Kranlarimiz yaxshi kranlardan bo'ladi. Xo'p. Qo'l avtomat deganda nima tushunadi? Shu mishalkadan bitta 2 tonnalik yo'l kurs, mana bunaqa relsli yuradigan qoliplarimiz. Relsli yuradigan qoliplarimiz. Ha? Yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, avtomatni reskamiz kiradi. Endi qolip qanaqa qilib abutamiz degan savollar bo'lib qoladi ko'pchilikda. Qolip qanaqa qilib abutamiz degan savollarni tayyor o'zi kelishkalari bor. Kelishkalari hozir mana bunaqa kelishkalarimiz yordam beradi. Qoliplar qo'l avtomatdan ko'tarib o'tiladi. Hadi savollarga yechim bo'lishi uchun mana bunaqangi qo'limiz bor. Qo'l shunaqa o'tkaziladi. Endi bu yerda hozir 2 tanaga bitta qolib qo'yib Qashqadaryo o'zidan chiqadigan qo'l semendan qo'ydik. Xudo xolasa ish chiqishlari yaxshi holatda, anchagina baland ham ishdi. Baland ishgan sababi Semiyalarimizni sovuqligini hisobiga ozgina ko'proq qo'shgan edik. O'shani hisobiga sal balandroq ishdi. Semiyani pasaytirsak, undan ham pastroq ish chiqadi. Avtomatik reskamiz. Bu bitta vallik avtomatik reskamiz. Ya'niki turbali. Ommalashib ketgan hozirgi holatdagi turbali reskamiz. Endi buni eng takomillashgan variantlari ham bor bu reskamiz. 4 valli deyiladi. Haqiqiy Altay Stroy Max bilan birga bir chiqadigan avtomatik reskalarimiz bor. 4 valli. Reskalarning ishlash holatlari umuman shu yo'q bo'lsa, chiqishlar bor. Boshqa kinokada boshqa turadi. Agarda buni yo'q, menga bitta odam boshqarish shart emas. Buni kinokadan bitta bosib qo'ymoqchi, bitta bosib qo'yish kerak. Bitta kinokada boshqalardan insonlarga ham qilib beramiz bunaqani. Narx-navosida umuman o'zgarish bo'lmaydi. Biz buni hisob odam boshqaradi deganimiz sababi mana bunaqangi troslar uzilish holatlari bo'ladi baribir. Temir narsa boshqa narsa yarmiga yetgan tros uzilib ketadigan bo'lsa, xo'p, chiqadigan narsa reskamiz обязательно tushib ketaveradi baribir. Mana shu narsani kesib tushib ketaveradi. Tros uzilib ketsa to'xtash holati bo'lmaydi. Hech qaysi reskalarda unaqa bo'lmaydi. Xo'p, buni kinokada odam boshqarishning hisobiga tushib ketganda agar tros uzilib ketadigan bo'lsa, xohlagan joydan to'xtatib, yana tepaga ko'tarib, trosni ulatib, yana boshqa tepaga holati bo'ladi. Xo'p, avtomatik bitta knopkada boshqariladigan unaqa bo'lmaydi. Tros uzilib ketsa ham avtomatik mana shu yerda bitta knopkasi bor. Shu knopkaga tushgunicha shu reska pastga tushib ketaveradi. Xo'p, bu komplektimiz $6000 ustunovka qilib berdik hozir. Komplektimiz ichida avtomatik reskamiz 1 vallik ko'rsatib o'tish mumkin. Xo'p, mana bunaqangi qoliplarimizdan 10 dona. Qoliplarimiz yamalmaydi, boshqa qilinmaydi, zamaska qilinmaydi. Hamma yerda joy-joyida qolip. Stenasiya profillari, disklari zo'r holatda bo'ladi. 10 ta bunaqangi holatimiz, bunaqangi ruchni reskamiz va ruchni arras qo'shilgan mishalka, 2 tonnalik kompus, bitta nasos, kranlar bilan birgalikda $6000 olib kelib ustoz ketdi. Akalarimizdan nima ketdi? Beton ketdi, ugonlik olib berishdi relsga. To'qishlarni o'zimiz kelib ustoz to'qidik.
Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa 93 kodi bilan 750 63 telefon raqamlariga 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlariga. Ya'niki 93 kodi bilan 705 45 84 telefon raqamlariga siz o'qirishingiz mumkin. Mana shu nomerlar pastdan ishlab turadi xolos.